Assalomu alaykum. Mani ismim Furqat. Edmon platformasini founderi bo'laman. Edmon bu o'quv markazlari va xususiy maktablarni avtomatlashtirish tizimi hisoblanadi. Tizim bilan tanishtiradigan bo'lsam, bizda umumiy statistika mavjud va lead generatsiya uchun lead board bor. Bizada keyinroq tushuntiraman. Dynamic form bor. U orqali to'ldirilgan lidlar xuddi shu joyga tushadi. Lidlarni boshqarish mumkin. Har bitta lid haqida ma'lumot va eslatmalar qoldirish mumkin. Bu lid haqida eslatmalar to'g'ridan-to'g'ri Kanban boardga borishi mumkin. Va mijozlar Kanban doskasida task boshqariladi. O'quv markazlari xodimlari uchun berilgan vazifalar va ularni bajarish tartibi boshqarib boriladi. Kurslar bo'limida yangi kurslarni qo'shish, narxlari va o'quv rejalari, har bitta kurs haqidagi o'quv reja va o'quv rejaga taalluqli mavzular har bitta mavzu uchun beriladigan uy ishi vazifalar hammasi belgilab qo'yiladi. Qachonki talaba o'qituvchi yo'qlama qilganda xuddi shu uy vazifalar talaba platformasiga jo'natiladi har kunlik. Kurslardan tashqari bizda ikki xil testlar qo'shish mumkin. O'quv markaz xodimlari umumiy testlar va IELTS akademik testlar. Va bu hozirda to'liq ishlanmoqda. Har qanday IELTS reading va listening va writing va speaking savollarni qo'shish mumkin. Bizda tayyor savol qo'shilgan qismlar mavjud. Har bitta savol turi alohida qo'shib chiqilgan. Bundan tashqari kutubxona, ya'ni resurslar qo'shish mumkin, lug'at kartochkalarini qo'shish mumkin. Bundan tashqari bizda dars jadvallari har bitta xona bo'yicha va guruh bo'yicha guruhlar haqida davomat keldi-ketdi. Bu yerdan davomat ochiladi va mavzu tanlanadi. Tasdiqlash bosilganda xuddi shu mavzuga tegishli uy vazifalari talaba platformasiga jo'natiladi. Talabalar haqida ma'lumotlar, qarzdorliklari, uy vazifalarini tekshirish, kelgan uy vazifalari sun'iy intellekt yordamida tekshiriladi va o'qituvchi feedback qo'yishi mumkin. Faolligi uchun ballar, amaliyot, interaktiv o'yinlar o'ynashi mumkin. Bu guruhda darslarni qiziqarli olib borish uchun kerak bo'ladi. Bir nechta o'yin turi mavjud bizda. Chegirmalar va boshqa funksiyalar bor. Va bizda AI tahlil bor. Bu AI tahlil talabani berilgan oralig'ida talaba haqida umumiy ma'lumot, masalan 1-dekabrdan 31-dekabrgacha tahlil qilish mumkin o'qituvchi. Unda o'quvchini bir oy davomidagi uy vazifalari va so'ragan savollari, yodlagan kartochkalari asosida u nimada qiynalyapti va qaysi mavzularga unga ko'proq e'tibor berish kerakligi aniqlab beriladi. Talabalar ma'lumotlari mavjud. Har bitta talabani guruh faolliklari, xodimlar yo'qlamalari, har bitta xodim soat nechida kelgan va nechida ketyapti va necha soat ishxonada bo'ldi, hammasi yuritiladi. Coin sistema bor. Coin sistema orqali talabalar coin yig'ib, xuddi shu marketdan kerakli coinlarni kerakli produktlarga almashtirishlari mumkin. Dinamik formalar. Bu qabul uchun formalar yaratish mumkin va bu formalar xuddi Google formaga o'xshab
drag and drop orqali yaratiladi va bu formula ulashilganda va ulashilgan bu ma'lumot to'ldirilgandan so'ng bu lead ma'lumotlari leadboardga, ya'ni birinchi ko'rgan bo'limimizga, mana mijozlar bo'limiga tushadi va bu yerdan protsess boshlanadi. Kerakli leadlarni yig'gandan keyin shu bo'limni o'zinidan guruh yaratish ham mumkin yoki talabalarni qaysi guruhga qo'shish mumkinligi hammasi shu yerdan ko'rinadi. Talabalar faol, sinov darsi va faol emas statuslarda qo'shilishi mumkin. Bundan tashqari hamyonlar, ya'ni kassa, kirim-chiqim amaliyotlari, transferlar, pullarni qaytarish hammasi shu yerdan boshqariladi. Ish haqida xodimlarni ish haqi, avans berish, hammasi 4 xil ish haqi hisoblash usulida hisoblab chiqiladi. Va statistik ma'lumotlar, leadlar bo'yicha mijozlar, nechta mijoz talabaga aylangani hammasi ko'rinib turadi. Talabalar, bu nechta talaba funnel hisoblanadi. Talabalar nechtasi birinchi oy ketib qoldi, ikkinchi oy ketib qoldi, hamma ma'lumotlarni olish mumkin. Moliyaviy hisobotlar, kirim-chiqim amaliyotlari va rollar dinamik hisoblanadi. O'qituvchi xohlagan rolni, ya'ni admin xohlagan rolni yaratishi mumkin va shu rollar asosida menyular ko'rinadi. Bir nechta filiallar qo'shish mumkin. Integratsiyalar, SMS xabarnoma va to'lov usullari va bu umumiy admin qismi edi va bu yerda talaba uchun alohida platforma mavjud. Talabani o'yinlarda qatnashishi mumkin. Jonli o'yinlarda, ya'ni gamification qismi bor bu yerda. Balansi va yig'gan ko'yinlari ko'rinadi. Guruhlari, har bitta guruhda qilgan vazifalari, vazifani ichiga kirganda, mana misol uchun bu readingdan o'qituvchi IELTS guruhiga reading va listening uy vazifa jo'natgan. Buni readingda to'liq savollar mavjud. Bu savollarga javob bergandan keyin talabani o'zining umumiy bali avtomat hisoblab chiqariladi. Va lug'atlar yodlash mumkin. Bu yerda davomiy mashq qilish imkoniyati bor. Har kuni talabaga kartochka beriladi va u eslayman, qiyin, yaxshi, oson statusda belgilaydi va shu statuslarga qarab bu karta qanchada ko'rinishi aniqlanadi. Ya'ni eslay olmadim degan karta juda tez ko'rinadi. Oson degan karta uzoq muddatda, bir haftadan so'ng qaytib ko'rinadi. Bu rotation algoritm hisoblanib, uzoq muddatli xotirada qolishini ta'minlab beradi. Dars jadvallari va mahsulotlar, ko'yinlarni mahsulotlarga almashish, resurslar, ya'ni kitoblarni shu yerdan ko'rish mumkin va xabarlar. Bizda o'quv markazlari subscription holida pul to'lanadi. Bunda biz hozirgi standart shaklda turibdi va basic va premium shakllari ham mavjud. Bu yerdan plan bo'yicha ishlatilgan funksiyalarni ko'rish mumkin.
va xonalar, mijozlar manbalari va boshqa sozlamalarni sozlash imkoniyati mavjud.